Tramp jahon chempionati tugashi bilanoq Eronni bombardimon qilishni buyurdi. Odilxon Ismoilov 8 yilga qamaldi. Moskvaga 400 dan ortiq dron hujum qildi. Wildberries ombori yondi. Diqqat, O'zbekistonning 4 ta viloyatiga sel keladi. Tramp jahon chempionati tugashi bilanoq Eronni bombardimon qilishni buyurdi. AQSh prezidenti Donald Tramp 2026-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati finali bo'lib o'tgan stadionni tark etganidan bir necha soniya o'tib Eronni bombardimon qilishni buyurdi. Yangi buyruq haqida AQSh markaziy qo'mondonligi xabar berdi. Eronga qarshi yangi 9-zarbalar to'lqini Toshkent vaqti bilan soat tongi 4:00 da boshlangan. Mamlakatning bir nechta shahrida, Tabriz, Chobahor, Konarak va Bandar Imom Xumayniyda portlashlar eshitilgan. Aynan qaysi obyektlar o'qqa tutilgani hozircha ma'lum emas. Eronning ushbu 4 shahri turli ixtisoslikka ega strategik, iqtisodiy va tarixiy markazlar hisoblanadi. Bu zarbalar Eronning Hormuz bo'g'ozi orqali o'tayotgan tijorat kemalari va fuqarolik dengizchilariga hujum qilish uchun foydalaniladigan harbiy salohiyatini zaiflashtirishda davom ettiradi, deyiladi CENTCOM xabarida. Hujum fonida Brent markali neft narxi bir barrel uchun $90 dan oshib ketgan. Bu iyun oyidan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. O'z navbatida AQShning Bahrayndagi elchixonasi barcha Amerika fuqarolariga ehtiyotkor bo'lish va mahalliy hokimiyat tavsiyalariga amal qilish bo'yicha ko'rsatma berdi. CENTCOM shuningdek Yordaniyadagi hujum oqibatida shu vaqtgacha bedarak yo'qolgan deb hisoblangan 3-amerikalik xizmatchining jasadi topilganini ma'lum qildi. Uning shaxsi hali aniqlanmagan. Eron AQSh hujumlariga javoban 17-iyul kuni Yordaniyaga zarba bergandi. O'shanda 2 nafar harbiy halok bo'lgan, biri esa bedarak yo'qolgan edi. Bu kecha ularga yana juda qattiq zarba berdik. Biz buni 3 nafar buyuk vatanparvar sharafiga qildik, dedi Tramp jahon chempionati finalidan so'ng Vashingtonga qaytar ekan. Urush boshlangandan buyon halok bo'lgan amerikalik harbiylar soni 16 nafarga yetdi. 420 dan ortiq esa jarohatlangan. Eron raketalari nishonlarga zarba berishda AQShning havo hujumidan mudofaa tizimlarini chetlab o'tmoqda. Xususan Tehron hujum paytida yuqori tezlikda uchadigan va yerga yaqinlashayotganda manevr qilish xususiyatiga ega raketalardan foydalanmoqda. Eron armiyasi 19-iyul kuni ertalab Quvaytdagi Amerika harbiy aktivlari va texnikalariga dronlar bilan zarba berdi. Hujum oqibatida Al-Adiri lageri va Ali as-Salim aviabazasi nishonga olindi. Ushbu bazalar o'tgan haftadan buyon Eronning Fors ko'rfazidagi AQSh aktivlari hamda ittifoqchilarga qarshi hujumlari doirasida o'qqa tutilmoqda. Odilxon Ismoilov 8 yilga qamaldi. Toshkent shahridagi bir nechta masjidga imomlik qilgan Rayhon oilaviy milliy taomlari ta'sischisi Odilxon qori Ismoilovga sud hukmi o'qildi. Bu haqda Oliy sud matbuot kotibi xabar berdi. Qayd etilishicha, Odilxon Ismoilov boshqalarga oid jinoyat ishi bo'yicha Pop tumani sudida ko'rib chiqilgan. Sud hukmiga ko'ra 7 nafar sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastata yo'li bilan talon-taroj qilish, 3-qismi A bandi 209-moddasi, mansab soxtakorligi, 2-qismi A bandi 227-moddasi, hujjatlar, shtamplar va muhrlar blankalarini avtomototransport vositalarining va ular tirkamalarining, ya'ni yarim tirkamalarining davlat raqam belgilarini egallash, nobud qilish, ularga shikast yetkazish yoki ularni yashirish, 2-qismi A bandi va 228-moddasi, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbaklash, sotish yoki ulardan foydalanish, 2-qismi A, B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topildi. Odilxon Ismoilovga 8 yil Jinoyat kodeksining 62-moddasiga, ya'ni ushlab turish, qamoqqa olish yoki uy qamog'i vaqtini hisobga olish qoidalariga asosan 7 yil 11 oy 28 kun muddatga, qolgan 6 nafar sudlanuvchiga jinoiy xatti-harakatlardan kelib chiqib turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jinoyat ishi doirasida yetkazilgan moddiy zarar sudlanuvchilardan solidar tartibda undirilishi belgilandi. Birinchi instansiya sudining hukmi ustidan taraflar qonunda belgilangan tartib va muddatda Namangan viloyati sudining apellyatsiya, kassatsiya instansiyasida shikoyat berish va protest keltirilishiga haqligi ma'lum qilinadi, deyiladi xabarda. Ma'lumot o'rnida Odilxon qori Yunusxon o'g'li 1977-yilda Namangan shahrida ishchi oilasida tug'ilgan. Turli yillarda Toshkent shahridagi Hazrati Umar, Shayx Zayniddin, ya'ni Ko'kcha masjidi, Firdavs masjidi va Xo'ja Alambardor, ya'ni Kamolon masjidida imom xatiblik qilgan. Shuningdek, u bir muddat Vaqf xayriya jamoat fondi rahbari o'rinbosari lavozimida ishlagan.
Diqqat, O'zbekistonning 4 ta viloyatiga sel keladi. Joriy yilning 21-24 iyul kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet ogohlantirish bilan chiqdi. Jumladan Toshkent viloyati, Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida. Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida. Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Isboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shaharida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlari so'ralgan. Shuningdek, respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan. Moskvaga 400 dan ortiq dron hujum qildi. Wildberries ombori yondi. Rossiyaning Moskva shahri va shu nomdagi viloyatga 20-iyulga o'tar kechasi 400 dan ortiq dron hujum qildi. Bu haqda shahar meri Sergey Sobyanin xabar berdi. Sobyaninga ko'ra, dronlarning aksariyati uzoq masofadan zararsizlantirilgan. 85 ta uchuvchisiz uchish apparati Moskvaga yaqinlashayotganida yo'q qilingan. Ukraina hujumlaridan so'ng Wildberriesning eng yirik logistika markazlaridan biri neft bazasi va sanoat parkida yong'inlar qayd etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Lvov mikrorayonidagi neft bazasi zarar ko'rgan. Podolsk shahridagi Wildberries logistika markaziga dronlar hujum qilgan. U yerda xodimlarni evakuatsiya qilish boshlangan. Bir vaqtning o'zida Wildberriesning ikkita bazasiga hujum qilingan bo'lishi mumkin. Shuningdek, Osen tahlilchilari Domodedovodagi Yujniy Vrata sanoat majmuasida ham yong'in qayd etilganini yozmoqda. Mazkur majmua umumiy maydoni 650 ming kvadrat metrdan ortiq bo'lgan ombor bo'lib 144 gektar maydonda joylashgan. Ma'lumot o'rnida 18-iyulga o'tar kechasi dronlar Rossiyaning Tambov va Moskva viloyatidagi Wildberries logistika markazlariga hujum qilishi oqibatida 7 kishi halok bo'lgandi. 40 dan ortiq odam jarohatlangan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mazkur omborlarda harbiy dronlar uchun qismlar saqlanganini ma'lum qilgandi. Mazkur hujumlardan so'ng Rossiya armiyasi 19-iyulga o'tar kechasi Kiyevga raketalar uchirgan. Oqibatda 1 kishi halok bo'lgan, 13 kishi jarohatlangan. Havo trevogasi vaqtida Ukraina poytaxtida ko'plab portlash ovozlari eshitilgan. Shaharning 5 ta hududida Dnepr, Desnyan, Salomensk, Shevchenko va Svyatoshin tumanlarida yong'inlar qayd etilgan.